Assalomu alaykum. Bugun sizlarga tomir ichiga venaga ukol qilish texnikasini o'rgataman. Venaga ukol qilishdan oldin biz narsalar tayyorlab olamiz. Narsalar bizga kerak bo'ladigan bular: perchatka, jigut, paxta, spirt, ukol, antirgal, leykoplaster va ya'ni bu sistema kerak bo'ladi. Perchatkani kiyib oldim. Spirt tayyorladik. Spirt kerak bo'ladi, paxta. Chunki bittasini antiseptik bilan artamiz, ikkinchisi igna olayotgan payt qo'yamiz. Leykoplasterni ham tayyorladik. Endi jigut qo'yish jarayonini o'rgataman. Jigut olib boramiz. Otamiz va tayyorlagan paxtamiz bilan artib olamiz. Artdik. Paxtani pastdan yuqoriga, yuqoridan pastga emas, chunki mikrobni chiqarib yuborish qulay bo'ladi. Ignani venaga qilishda 15-30 gradus atrofida suqiladi. Tortiladi tomir. Qon keldi. Mana ko'rib turibsiz. Agar venaga tushmasangiz qon kelmaydi. Jigutni ichishingiz kerak. Turibdi. Endi tayyorlagan leykoplasterimizni qo'yamiz. Igna sal yaqin ochiq qolishi kerak. Bizdan ukol bo'lishi mumkin. Shuning uchun yuborish uchun qulayroq bo'ladi. Va endi bemorimizdan ukolni jo'natamiz va so'raymiz. Achish jarayoni yo'qmi? Achish yo'qmi? Qizarish yo'qmi? Bu holatlarni kuzatamiz. Sizda achish yo'qmi? Qizarish yo'q. Bemor ijobiy javob berdi. Demak, o'sma sekinlik bilan jo'natiladi. Bugungi video orqali sizlarga vena tomirga ukol qilish texnikasini o'rgatdim. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang.